Ali Ibrohim Akram, Xolid ibn Valid, Yengilmas qo'mondon. Birinchi qism. Payg'ambar davrida. Birinchi bob. Bolalik. Xolid va novchadan kelgan yigitcha bir-birlariga yonib turgan nigohlari bilan tikilib turishardi. Ular bir-birlariga tashlanish uchun qulay paytni kutayotgandek va raqibining har qanday hiylasiga chap berishni o'ylab bir-birlaridan ko'z uzmagan holda asta-sekinlik bilan doira bo'lib aylanishardi. Ularning ko'zlarida nafrat yo'q edi. Ularda faqatgina murosasiz raqobat va g'alaba qozonishga bo'lgan qat'iy xohishni ko'rish mumkin edi. Xolid juda ehtiyotkor bo'lishi kerakligini yaxshi bilardi, chunki novcha yigit chapaqay edi va shuning uchun u barcha chapaqaylar kabi o'z raqibiga nisbatan ustunlikka ega edi. Kurash arab bolalari orasida keng tarqalgan ermak edi va ular tez-tez bir-birlari bilan kurashib turishardi. Bu bellashuvlarda hech qandaygina qudrat bo'lmasdi. Bu shunchaki vaqti chog'lik bo'lib bolalar kurashni arab erkaklari uchun shart bo'lgan mahoratlardan biri sifatida o'rganishardi. Biroq bu ikkovi o'z tengqurlari orasida eng kuchlisi edilar va doim qolganlarga boshchilik qilardilar. Ikkovlonning bu galgi kurashi yetakchilar o'rtasidagi birinchilik maqomi uchun bo'layotgandi desa ham bo'ladi. Yigitchalar bir-birlaridan qolishmasdilar. Ular deyarli tengdosh 13-14 yoshda edilar. Ikkovi ham bo'yi uzun va qotmadan kelgan. Yelkalari va qo'llarida yaqindagina shakllangan mushaklari o'ynab turar, terlab ketgan badallari esa quyoshda yaltirardi. Naynov Xoliddan taxminan 2-3 santimetrga balandroq edi. Yuzidan esa ular shu qadar bir-birlariga o'xshashar ediki, ko'pincha ularni bir-birlari bilan adashtirib yuborishardi. Xolid Naynovni dast ko'tarib yerga uloqtirdi. Biroq bu qulash odatdagidek bo'lmadi. Yigit yerga yiqilganida yaqqol qarsillagan ovoz eshitildi va zum o'tmay uning oyog'i suyakning singanidan darak berib, g'alati bo'lib bukilib qoldi. Mag'lub yerda qimirlamay yotar, Xolid esa o'rtog'i va jiyani bo'lmish yigitchaning singan oyog'iga dahshat ichida qarab turardi. Naynovning onasi Xantama bint Hishom ibn al-Mug'ira, Xolidning amakisining qizi edi. Vaqt o'tishi bilan singan suyak bitib ketdi va novcha yigitning oyog'i sog'ayib yana kuchga to'ldi. U yana do'stlari bilan kurashga tusha boshladi va yana eng yaxshi kurashchilar qatoridan joy oldi. Va bu ikki do'stligicha qolishdi. O'quvchidan mana shu novcha yigitga alohida e'tibor qaratishini so'raymiz, chunki u kelgusida Xolidning hayotida va butun islom olamida juda muhim rol o'ynaydi. U Al-Hattobning o'g'li bo'lib,